shu psixologiyaga kelib eng katta yutug'im men bolalarimni qo'yib yuborishni o'rgandim. Mazza ekan qizlar. Allohga topshirib qo'ygan pashsha zo'r ekan. O'zimni ham Allohga topshirdim, bolalarimni ham Allohga topshirdim. Shunda aytdim, Alloh taolaga aytdim. Mana dedim, 3 ta omonating. Tug'ib, emizib, boqib, tarbiyalab, katta qilib berdim. Shunda o'ziga topshirdim. Mana ol dedim, seni omonating. Taqdiri ham seni qo'lingda, boyligi ham, baxti ham, sog'ligi ham hammasini senga topshirdim. Потому что sen buyuksan. Sen bilguvchisan dedim. Qaysisiga nima kerakligini sen bilasan dedim. Mana shunday. Men senga topshirdim. Men hech kim emasman dedim. Men просто o'rtadagi посредник, который bachadonim orqali seni 3 ta farzand, 3 ta nimangni bandangni olib kelib berdim dedim. Mendan rozi bo'l dedim. Mana bu yog'iga o'zingga topshirdim dedim. O'zimni ham Allohga topshirib qo'yganman. Mazza qilib yashayman qizlar. Mana sizlarchi misol uchun aytasizlar-ku Allohga topshirish kerak. Alloh unaqa, Alloh bunaqa deysizlar-da, lekin topshiramaysizlar-ku o'zlaringni. Men topshira olaman o'zimni. Men o'zimni topshirganman. 3 ta farzandimni ham topshirganman, o'zimni ham topshirganman. Hamma narsa Allohga topshiraman. Buni tagida sokinlik. Alloh taolo qayerda? Alloh taolo shov-shuvda yo'q. U faqat sokinlikda bor. Qachonki siz hamma narsani Allohga topshirishni o'rgansangiz, sizning qalbingizda avtomatik sokinlik foyda bo'ladi. Sokinlik bor joyda Alloh taolo bo'ladi. Va u sizga maslahat berib turadi, qayerda qanaqa nima qilish kerakligini. Mana bu mana qilish kerak edi. Mana buni nima qilsam ekan degan joyda shariatda ham aytadi-ku, shoshilgan bu shaytonning ishi deb aytadi. Shariatda mana shunday aytadi. Bizda psixologiyada buni boshqacha aytadi. Ya'ni shoshilgan paytda emotsiyaga berilib ketasizda, noto'g'ri harakat qilib qo'yasiz. Shoshilgan paytda Alloh taolo u yerda yo'q.